aka, dai mashina qo'ying aparatsiz aka. Mana baqirishlar. Mayli shunaqa. Mayli. Nega qara Rasul Kusherboyevni chiqarib bo'lsa, aka, mashinada Rasulboy bu ozodchilik. Javob bering aka. Siz shofyorsiz-da, sizga muammo bo'lmaydi. Turing bu tomonga. Aka, ishxonaga boring. Qaror aka. Rasulboy. Men Rasulboy bo'ldi. Qo'yaver. Mana video. To'g'ri yaxshimsan? Jon, da ol narsalar. Boring, Videoga ol, mashinani ham ol. Mayli, yo'q, sen o'zing. Mal o'tgan oylar Kamol aka. Kamol aka. Kamol aka. Sobir aka javob ber. Kamol aka. Ochiq o'tgan oylar. Qani ochiq Kamolga ayting, o'tgan olsa, men o'tgan oy. Bo'lmaz, kelyapti aka, o'g'ilingizga bo'lar, keling. Mana kamni. Bagajga soylar bo'ldi. Bo'l o'tkalardi, ashirli o'tkazib. Ya, mayli o'zi o'tadi hozir. O'tkazib. Aka, git. Gel. Al bagajni ol. Ochib boring ishxonaga boring, menda qilyapsiz. Holatni videoga men gaplashib olaman. Любой joyga chiqarsa gaplashib olaman. Xolasa respublika ichki ishlarga ham gaplashib olaman. Men telefoningiz o'ng bo'ldi, bu yerga keling. Ketdik. Hop, boramiz. Ketdik. To'g'ri qayda? Ya, tashab yurlari. Nima deyishim kerak? Yo'q, oldi, tilmang. Sen kimsan bilmayman. Ko'rsatgan videoda olgan janjal qilsam. Hala turib tashasan. Men senga hamma narsa demasin. Chiqinglar, ishxonaga ketdik. Ishxonaga yuring, ishxonaga bo'ldi. Yo'q, ishxonaga bor. Hurmatli yurtdoshlar, bu insonlar tabiatga juda katta zarar yetkazayotgan insonlar hisoblanadi. Bunday videolarni albatta ommaga e'lon qilib, bunaqangi nopok ishlar bilan shug'ullanayotgan kelajak avlodga mana shu tabiatni sof saqlanishida deylikki o'zini salbiy hissasini qo'shadigan bunday insonlarni qonun oldida javob berishlikka majburlash har birimizni vazifamiz bo'ladi. Kimdir o'ylashi mumkin, mana shu hozir uduchkada, ya'ni kim to'kda baliqni o'ldirayotgan insonlarni ijtimoiy tarmoqda syomka qilib chiqarayotgan insonlar kazyol, falon, piston deyishi mumkin. Lekin o'sha kazyol degan insonlarni o'zini kerak bo'lsa vijdonini bir oynaga solishini tavsiya qilamiz. Chunki mana yosh kattalar bilishadi, ilgarilari zovurlarda, bizda izbros deydi, zovur deydi, masalan, oddiygina kichkina zovurlarda ham qarmoqda baliq tutar edik. O'sha to'kda urush ishi chiqqanidan keyinsiga mana shu odamlar baliq ovlayman deb nafsini quliga aylanib to'kda baliq urishni odat qilishganidan keyinsiga baliqlari, chavoqlari, yoki ikralari bilan bola chaqasi mayda chuydasi bilan qirilib ketyapti-da. Masalan, kerak kattasini terib oladi, qolganlari hammasi o'tpaga yorilib, bechora baliqlar o'lib ketadi. Shuning orqasidan juda kamayib ketdi hozir zovurlarda. U qarmoqda tutganingni gashti boshqacha-da. Xullas kalom, masalan, bitta baliq necha milliondir kerak bo'lsa o'ldiriq tashiydi. O'sha o'ldiriqlar million o'ldiriqlari yo'q bo'lib ketyapti-da. Shuning uchun kelinglar azizlar, mana shu videoni tagiga albatta like bosib, kommentariyani bang'illasalaring ko'pchilik ko'radi. Podelitsiya qilinglar, o'zlaringga har bittalaring sahifalaringga qo'yinglar, blogerlar tarqatinglar. Takkishda challenge e'lon qilaylik. Mana shu o'zimizni yon atrofimizda tanish bilishlarimiz ham shu ishni qilyapti-da. Yuz xotira qilyapmiz, boshqa qilyapmiz. Men oldin ham kechagi videoda e'lon qildim. Mana o'zim chegara zonada yashayman, gapirib o'tirishibdi. O'sha voyennilarning o'zlari o'sha kerak bo'lsa olib kirishadi, o'sha joyga to'p urishiga yo'l qo'yib beradi degan gaplar bor. Buni albatta orqasidan tushib jarimaga tortinglar, kerak bo'lsa qamoq jazosini qo'llaylar. Tabiatni asrash kerak. Kelajak avlodga mana shu sof holatga yetkazishimiz kerak. Shu masalada videoni tarqatasizlar, like bossalaring albatta ko'pchilik ko'radi va challenge qayerda shu masalani eshitayotgan bo'lsalar, ko'rayotgan bo'lsalar, bostirib mana shu insonlarga o'xshab qahramonlik ko'rsatinglar. Oldindan rahmat.